Men sizlarga Monkart multfilmidagi top 10 ta eng kuchli maxluqlar haqida gapirib beraman. Video davomida biz maxluqlarga 10 dan 1 gacha baho beramiz va Monkartdagi eng zo'r maxluqlarni aniqlaymiz. Aynan bunaqa kontentni YouTube dan topish qiyin. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. O'ninchi o'rin Pixie. Pixie Megaroid transformatsiya. Gullar shahri Monkart poygalari o'tkaziladigan eng katta shaharlardan biri. Shaharning chempioni esa Pikmegil Ellie va uning Monkarti Pixie. Pixie Manchoga qarshi juda ham kuchli jang qiladi va uning ustidan g'alaba qozonadi. Keyinchalik esa Jinheis bilan ham jang qilgan. Pixie Bitroid va Megaroid transformatsiyalarini amalga oshira oladi, chaqmoq bilan zarba bera oladi va u final jangida vayrongarchilik urug'idan foydalanadi. Pixie bu qudratdan foydalanib g'alaba qozonishga qaror qiladi, lekin qudratning shunchalik qudratliligidan aqldan ozadi. 9-o'rin Dante. Dante Megaroid. Jinheis do'stlari bilan arvohlar shahriga borganida shaharda arvoh poygachi borligi va u barcha raqiblarni yengib ularni o'g'irlab ketishdan xabar topdi. Arvoh poygachining ismi Dante. Dante hattoki gapirishni ham biladi va bu unga jang vaqti katta yordam beradi. Bu orqali Dante hujumlarni, transformatsiyalarni o'zi xohlaganicha belgilab, inson yordamisiz ham poygada ishtirok eta oladi. Dante ko'zlaridan kuydiruvchi va falaj qiluvchi lazerlar yaratib, ular bilan hujum qilishi mumkin. Eng muhimi esa Dante Bitroid va Megaroid transformatsiyalarini amalga oshira oladi. 8-o'rin Rabi. Bitroidga aylan. Rabi. U ham juda ham o'zgacha Monkart. Rabi o'zini poygadagi tezligi, qurollardan tashqari jismoniy kuchi bilan ham Draga bilan juda ham kuchli jang qilgan. Jang vaqtlarida Rabi raqiblardan ko'ra kattaroq ustunlikka ega. U ongi orqali o'zining boshlig'i Angela bilan aloqa qila oladi. Bu esa ko'plab poygalarda Monkartga kuchli strategiyalarni qo'llash, vaziyatga qarab keskin qarorlarni qabul qilishga juda ham katta yordam beradi. Rabi ham vayrongarchilik qudratidan foydalangan va bu unga Ritserlar musobaqasi uchun yetarli qudratni bergan. 7-o'rin Lancelot. Lancelot Megaroid. Lot. 7-o'rinda bo'lgani uchun uni 5 va 6-o'rinlardan kuchsiz deb o'ylamanglar. Chunki Lancelot yagona Ritser ko'rinishidagi Monkart. Arvoh poygachi bilan bo'lgan jangda Lancelot mag'lub bo'ldi, lekin bu Lancelotda biz ko'rgan birinchi jangi edi. Keyinchalik u bosh qahramonlarimizga qo'shilib sayohat qiladi va o'z qudratini oshirib boradi. Lancelot X ko'rinishida lazerlar bilan hujum qiladi. Lancelotni qiyma-qiyma qilib buzib tashlashsa ham, u o'z ko'rinishini qayta tiklashi mumkin. Bu uning juda ham kuchli jihati, lekin asosiysi u kuchli ko'rinishlarga transformatsiya qila oladi. Hattoki Z evolyutsiyasi ham uning qo'lidan keladi. Bu Monkart menga juda ham yoqadi, chunki u komedik personaj. 6-o'rin Leo. Akанcha men animalar ko'raman, chunki animalar juda ham qiziqarli va meni o'ziga maftun qila olgan. Meni eng yoqtirgan animayim Mana eng yoqtirgan animayim hozirda Iblislar qotili animasi. Yaxshi xabar, men animalarni aniblan.uz ilovasida o'zbek tilida ko'raman. Siz ham ilovani yuklab olishingiz va sinab ko'rishingiz mumkin. Evolyutsiya Z Leozard. Michael White ismli yigit shaharma-shahar kezib yuradi va barcha shaharlarda poygalar chempioni bo'ladi. Leo aynan uning Monkarti hisoblanib, juda ham katta kuchga ega. Leo muzlik arsloni timsolini yaratadi. Uning poygadagi hujumlari ham ishlatilgan texnikalari ham aynan muz sehriga bog'liq. Misol uchun muzli kristallar. Leo Drago bilan 2 marta jang qiladi va deyarli ikkala safarda ham g'alaba qozonadi. Keyinchalik Leo ham Zetaroidga transformatsiya qilishni o'rganadi va yana ham kuchliroq bo'ladi. 5-o'rin Long. Rayron.
Kimdir bu Monkartni tanimasligi mumkin, chunki u asosan serialning oxirlarida ko'rinish beradi. Long Xitoy uslubidagi ajdarho bo'lib, Jinheist va Draka bambukli o'rmonga ustoz qidirib ketishadi va u yerdan Chen ismli bola va uning Monkarti Longga duch kelishadi. Long Dragani mashq qildiradi, Chen esa Jinheistni. Ularni o'rganish kerak bo'lgan asosiy narsasi hamjihatlikda ishlash va Z evolyutsiyasi hisoblanadi. Longni qanchalik kuchli va aql bilan harakat qilishini biz Drago bilan mashq qilgan paytida ko'rganmiz. 4-o'rin Rarken. Qora kuch evolyutsiyasi. Darkin. Darkin. Va nihoyat noma'lum ajdarhoga ham yetib keldik. Rarken Fatal bilan hamkorlik qiladi. Ularning tanishib qolishi esa Lord Destro bilan bog'liq. Destro Fatalga topshiriq beradi va uning Monkart sifatida Rarkenni tanishtiradi. Biz bu ajdarni qayerdan kelganligini umuman bilmaymiz. Mendagi taxminlarga ko'ra, Rarken Dragoning kloni bo'lishi mumkin. Xuddi James Gunnning Superman filmida Supermandan klon qilib Ultraman yaratishganidek. Rarken poygalarda Michael va Jinheistni mag'lub qilgan. Final poygalarda esa Jinheist Zetaroid kuchidan foydalanib, Rarken vayrongarchilik urug'idan qudrat olgan bo'lsa ham uni mag'lub qildi. 3-o'rin Draga. За эволюциясы! Драбор! Hammada savol tug'iladi. Qanday qilib bosh qahramon 3-o'rinda bo'lishi mumkin? To'g'ri, Draka juda ham kuchli. Agar Jinheist emas, boshqa tajribaliroq Ritzerning qo'lida bo'lganida, u yana ham kuchliroq bo'lardi. Jinheistni qo'liga kelib qolgandan keyin Draka oddiy Monkartga aylanadi va barcha transformatsiyalarni qaytadan o'rganib chiqadi. Bitroid, Megaroid, hattoki Z evolyutsiyasi Zetaroidga ham yetib boradi. Zetaroid transformatsiyasini unga Long o'rgatadi. Serial davomida Draka ko'plab o'zidan kuchli bo'lgan Monkartlarga qarshi bellashadi. Deyarli barchasida g'olib bo'ladi. Chunki u yaqin do'sti Jinheist uchun jang qilayotgandi. Uni birinchi o'rinda emasligiga kelsak, bosh qahramonni dunyodagi eng kuchlisi emasligi bu multfilmda haqiqiyroq holatga keltiradi. 2-o'rin Rus. Bu Monkartni biz faqat bitta qismda ko'rganmiz. Tushunishim bo'yicha u maxluqlar qirolichasi, xuddi Motra kabi. U shuncha vaqtdan buyon malikaning tumorida bo'lgan. To'g'ri, biz Rufni poygalarda yoki birga-bir janglarda qancha kuchi bor bilmaymiz, lekin ishonchinglar komil bo'lsin. Uning qudrati deyarli barcha Monkartlardan ko'ra ko'proq. U paydo bo'lgan paytda hattoki ajdarlar qiroli ham vahimaga tushadi. 1-o'rin Apollon. Biz butun multserial davomida jodugarni Yovuz deb o'ylaymiz, lekin aslida u maxluqlar qiroli Apollon bo'lib chiqadi. U kichik Monkart ko'rinishda ham Jinheist bilan jang qiladi, lekin barchani yuragini larzaga solgan sahnalar esa barcha qahramonlarimiz birgalikda Apollonga qarshilik qilishlari bo'ldi. Baribir oddiy maxluqlar qirolini yenga olishmaydi. U shunchaki olovli nafasi bilan ularni yo'q qilishi mumkin edi, agar Rus paydo bo'lib yordam bermaganida. Fatal ham, Michael ham, hattoki Jinheist ham uni yenga olmagan bo'lardi. Apollon o'lgani yo'q. U qaytishga va qasos olishga qasam ichgan holda kimdir uni ozod qilishni kutyapti. Aynan o'sha odam siz bo'lishingiz mumkin. Buning uchun kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va izohlar yozib qoldiring. Izohlardan eng samimiy va eng qiziqarli izohlarni tanlab, kelasi videolarda o'qib eshittiraman. Bilasizlar, yurtimizda film va multfilmlar tomosha qilish unchalik rivojlanmagan. U haqida video qilib auditoriya to'plash esa deyarli imkonsiz. Lekin men bu ishni qilyapman. Chunki Aniblas studiyasi bunga befarqlik qilmadi va kanalimizda qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirdi. Mana uyqusiz tunlarim, mehnatlarim va Aniblas studiyasining homiyligi ostida biz yurtimizda mana shu yo'nalishda rivojlanishiga va qiziquvchilarni ko'payishiga hissa qo'shishimiz mumkin. Xo'p, shu yergacha ko'rganingiz uchun ham rahmat va mana bu videoni ko'ryapsizmi? Mana shu tomonda bo'lish kerak. Mana shuni bitta ko'ring, sizga yoqadi. Aniq yoqadi.